Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlar, Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 23-noyabr haftani yakshanba kuni Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz baliq bozoriga keldik hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa baliqlar narxini yaqin tanishamiz. Narx-navosi bilan, turlari bilan ekrandan uzoqlashmasdan layklarni bosasizlar, obuna bo'lgan. Biz chiqargan videolarni birinchi navbatda ko'rishga muyassar bo'lsizlar. Boshladik. Mana baliq bozor bu yerda, akalarim. Baliq bozor har kuni bo'ladi. Soat 2 obeddan keyin 2 dan 1:30 ga boshlanadi, soat 7-8 da tugaydi akalar. Har kuni baliq bozor bo'ladi. Buni so'rash shart emas. Baliq bozor besperiv ishlaydi. Damsiz ishlaydi akalar. Assalomu alaykum hormaylar. Ilon baliq olaman deganlar, ilon baliq ishbozlari uchun ilon baliq yetib keldi. Necha kilolik bular? 8-9 mi? Grammlik ilon baliq tiriklari svejisi. Narxi qanaqa bo'lyapti? Kilosi 35 ming so'mdan, akalar. 35 mingdan. Bundan tashqari sazan baliqlarimiz bor. Mana yog'limi yoqsizmi bu? Yog'i yog'lisa bu. Bu sazan baliqning kilosi qancha bo'lyapti? 2 kilolik 2 kilolik sazan baliqning narxi 40 ming so'mdan. To'g'rimi? Yog'li baliq, mazza qilmaydigan baliq mana shu bo'ladi. Yog'li. Bu yerga yog'lanib yursa, ishlari yog'lari shovollanmaydi, immuniteti ko'tariladi. Undan tashqari talsoli baliqlari, bular 1,5 kilo atrofida. 2 kiloliklar. Talsoli 2 kilosi qancha bo'layotgani? 32 ming so'm kilosi. Bu optim narx ekan. Optim narx 32 mingdan kilosi kelib tirsti savdo qilsa bo'ladi. Sazan baliq kishilar qancha bo'lyapti? 1 kilolik 35 ming. 35 ming 1 kilo sazan baliq yoqsiz varianti bu, to'g'rimi? Yo'q. Tasolob 1,5 kilo, 2 kilomi kerak mana bu. Birdan necha qancha narxi? 27 ming so'm. Qisqasi baliqlar ko'p, sveji baliq olaman akalarimiz Chinozga keladi qo'rqmasdan. Gazi bosasizlar. Mana bu sudak, to'g'rimi? Sudak balig'i qanaqa bo'lyapti? Qancha? 45 mingdan ekan bular. Bu necha kilolik? Necha gramm to'g'ri? 400, 500, 8-9 mi? 45 ming so'm bugungi narxlar. Narxlar kuniga o'zgaradi, to'g'rimi keling? Bu baliq turiga qarab, kelishiga qarab. Mana bu qancha bo'lyapti bu bolalar? 7 ming. Kelasi 7 mingdan, bular 340 grammlikmi, 200 grammlikmi? 1 gram tortib ko'rmaganmiz. Bitta tortib ko'ramiz, kerak qiziqishi. Bitta tortib ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, tortib ko'rdik bitta balig'imizni 100 gram, 90 gram, 80 gram. To'g'rimi keling? Savdolarni bersin, charchamanglar, kuninglar xayr, sog' bo'linglar. Okalar, baliq bozoriga kirib baliq bozor boshlangan. Xudo xolasa baliq bozor bo'lyapti. Oho, ana kelganlarim, hamma shitda. Ko'ryapsizlar, juda ham avjida. Assalomu alaykum hormaylar. Aka sazan baliq yirigi katta varianti keldi. Katta partiya. Bular necha kilo, tog'a? 4 kilo, 5 kilo sazan baliq. Tirik svejisi aka mana, nafas olyapti. Bular yoqsizmi, yog'limi? Yoqsiz varianti 100. Qayeri balig'i, tog'a? Qayeri balig'i. Bu solim olib kelishgan yog'i umuman yo'q. Men ko'ryapsizlar baliqlarni. Aka, narxi qanaqa bo'lyapti bugungi narxlar? 75 ming so'm. Kami bormi tog'a ko'proq olganga? Xayri bora. Ko'proq olganga 3 kilo 2 kilo olganga 70 mingdan qilib berishar ekan. Ko'ryapsizlar baliq zo'rlari Chinoz baliq bozorida. Kelaverasiz akalar. Assalomu alaykum akalar. Karas yemaning akalarimizga karas baliq yemaning akalar. Katta partiyada karas kelib. Aka narxi qanaqa bo'lyapti? 3 ming so'm. Malladis akalar. Hammasi bir joyda olganga xayri bor. Chiroyli qilib berasizlar. Gap bitta. Voy jon, aka shu gapingizga telefon raqam qoldiramizmi? Ha, bo'ldi. Charchamay. Aka hovuzlarda ham bor. Aka hovuz to'la baliq. Bu baliqdan bora bir 500-600 kilo. Chinoz baliq bozoriga kelaversa, xudo xolasa, bu karas baliq yemani aka svejilar kelgan mana. Ko'ryapsizlar, sveji. Charchamaylar akalar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum hormaylar. Shodagi bu qanaqa baliq? Qanaqa turi bu? Cho'rton baliq, shupadi. Okalar qiziqqanlar, cho'rton baliq yemani aka ukalar bo'lsa, ko'ryapsizlar. Necha kilolik shodagi bular? 2 kilodan 5 kiloga. 2 kilodan 5 kilogacha sveji keltirdik, to'g'rimi aka? 2 kilo narxi qanaqa bo'lish shodagi? 35 ming so'mdan ko'tara savdo. Akamiz o'zlari ertamat 24 soat 7 kun. Kelasizlar shodagi men keldim desanglar, liboy baliq topib berishadi. Gap bo'shi. Bundan tashqari yirik baliqlar yo'q, o'tamiz, ketdik. Okalar baliqlarni qaranglar, sazan balig'ini kattalari, aka, vafshi yiriklari. Bu yerda aka necha kilolik bular sazanlar? Tortib ko'ramiz. Aka mana ko'ryapsiz, ikkitasini qo'ydik, 9 ga chiqyapti mana. Narxi qanaqa bo'lyapti narxlari? Narxlar 53 mingdan 60 minggacha. 53 mingdan boshlab 60 minggacha sazan baliqlari bor. Qayeri baliq aka bu? Kaspiy sazan. Kaspiyni Rossiyadan keltirgan, Kaspiy dengizidan olib kelingan, yoqsiz variant aka. Yo'qsiz. Yo'q, umuman yo'q, mazza qiladigan baliqlar sazan. Aka, yana bitta qo'yamizmi? Aka charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka.
Assalomu alaykum akalar. Tasvuli baliq yeyman akalarim bo'lsa, ikki tepa tasvuli kelib hozir kelib tushdi, to'g'rimi? Oka, xudo xolasa katta partiya. Narxi qanaqa bo'ldi? 32 mingdan ko'proq olsa-da xayri bor. 30 gacha ham bor aka. Ko'proq yeyman ham, ko'proq olaman akalar bo'lsa, 30 mingga ko'tarib berib yuborishadi. Ob'yom. Bunaqa deyapti, ob'yom bo'lsa. Gulistonning Messi baliqlari, Azizboy. Kelasizlar, hovuzlari bor, o'zini joyi aniq, to'g'rimi? Qiziqqanlar kelib, bemalol savdo qilaverasizlar. Ismi Aziz Zela bo'ldi, bitta o'zi bozorda. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolaymiz aka. Qiziqqanlar o'sha Afrikalar qasmani ko'rib olsa, hovuz to'la, mana bu yonga to'la, to'g'rimi aka? O'z dovatagan o'sha yerda ishib yaxshimisiz, charchamayapsizmi, kayfiyatlar qalay? Aka, Afrika baqasi, laqqasini, balig'ini narxlari qanaqa bo'pti bugun? Adashon ketibdi, charchagan. 1-2 gachasi 17 ming. Okalar 1 dan 2 gacha bo'lgan jarayon 12 mingdan. 17 mingdan. Aha. Yo'qlari? Jira depasi 19 ming. 19 ming. Demak 17 mingdan boshlab 19 ga tugaydi. Optim ko'tara savdo. Xudo xolasa yeyman deganlar, bu baliqdan shashlik qilsa, nima qilsa o'lib qoladi, to'g'rimi aka? Savdolarni bersa, aka, charchamaylar, kuninglar xayrli, sog' bo'linglar aka. Okalar bunaqasi kam bo'ladi. Juda katta partiya ta'sir olib kelib tushdilar ko'z. 1 tonna bor tog'ib etdi. Qancha bor kilosi? Kilosi 16 mingdan necha 1 kilolik bilan? 1 kilo atrofida 1 kilo 100, 1 kilo 200 ta'sir bilan juda katta partiyada kilosi 16 ming so'm. Mana Chinoz baliq bozori kelaverasizlar. Men yeyman deganlar, baliq qovlovchilar, baliqchi bozor kelaveringlar akalar. Charchamaylar, sog' bo'ling, to'g'ri savdongizni bersin. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka, baliq do'konlariga keldik. Eng zo'r svejiy chetda bo'lar har doim. Aka, narxlar qanaqa bo'lyapti bugun? 40 mingdan ko'tara savdo, to'g'rimi? Xudo xolsa ko'tara savdo 40 mingdan bular necha kiloli? 1,5 tepa svejiy hozir kelib tushgan. Qayer balig'i? Vodiydan olib kelish akalarimiz, yog'li yoqsiz. 15-20% bor. Yog'i bor, lekin shirin. baliq yesangiz tomoqda eriydigan. Cho'nchay bor. Cho'nchay bor, narxi yengil, puli yengil so'raganlarga, sasan yeyman akalarimiz, shunday bozorga kirsanglar, Baxtiyor kirsanglar, bitta odam o'zi akamiz va shef. Shef bozordan o'tiribdilar, el xizmati 24 soat. Kelsanglar bo'ldi. Muammo qilmay, to'g'rimi aka? Talsolub, sazan, ilon baliq, hammasidan bor. Libo baliqni qo'ldan kelsa hal qilib beradilar, to'g'rimi? Ichkarida tirilar ham bor. Okalar, bu o'zi tirik, yana tiriklar undan ham bor. Gap yo'q. Charchamaylar akalar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum akalar, baliq yeyman deganlarga tasvuli baliq bu tomonda katta partiya, to'g'rimi aka? Katta ob'yomli kelgan. Xudo xayr baliq akajonim. Gulistonning balig'i. Gulistondan olib kelishgan svejiy. Svejiy 3 Xudo kilo. necha kilolik aka bular? Bunisi 1 kilodan 1,5 kilo. 20 ming so'm. Yashang, 20 ming. 1,5 kilodan 1 kilo 9 gacha bunisi 25 ming so'm aka. Voy, joni sog' bo'lsin. Aka, men baliq yeyman. To'g'ri kelishtirib beraveramiz. Ko'p olganlarga o'sha eshitayotgan narxlardan o'tirgan joy bor, to'g'rimi? 1-2 so'm o'tib beradigan joyi bor. Gap bo'lmagan. Qiziqqanlar, ismingiz nima do'stim? Kelaversa shu yerda ismim Salim. Salim boya. Kelasizlar akalar, Salim aka uchrasanglar, baliqning turlari bor. O'ziga qarab, razmeriga qarab berishadi, to'g'rimi aka? Ko'proq olganga xayri bor. Ismi Ma'murjon aka. Ma'murjon, aka Ma'murjon, Salimjon, kelib uchrashlar bo'ldi. Akalar tasvuli baliq katta partiya kelib tushgan mana. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang aka. Assalomu alaykum. Akalar, mana tog'oralardan baliq sotiladi, svejiy, tiriklar, to'g'rimi aka? Ko'ryapsizlar mana bu yoqda bular necha kilolik aka? Yo'q, 1 kilo 300, kakra shuncha bor, hamyon bor. Shef o'zlari mana el xizmatida. Aka, yaxshimisiz? Sog'lom charchamayapsizmi aka? Aka, bular narxi qanaqa bor? Ularni kilosini 40 mingdan beraman. 40 mingdan ko'tara savdo. Akalar ko'ryapsizlar? Yo'q, gram. Gap bitta, ismingiz kim? Xayrullo. Kelasiz, xayrli aka, men keldim. Sazan balig'ini faqat yoqsiz variantini beringsa, akamiz chirtib zo'rni tanlab berishadi. 40 mingdan bugungi savdo narxlar. Baliq narxlari o'ynab turadi. To'g'risida aytish kerak. Bu kun sal qimmatroq, bu kun sal tushadi bundan. Bunaqa odam xafa bo'lib qolmasin. Voy aka, ana kun orzu aytdingiz-ku, buni degan gaplar bo'lyapti ekanda. 2-3 ming ranjisa qiladi. Ko'p emas aka. 4 minggacha. Biroda bitgan odamga nima qo'ysan? Buncha ranjisa bermaydi. Kiloda 30 ming farq qiladi. Gap yo'q. Ko'ringlar, svejiy baliq. Bu akada imkoniyat bor. Kelish qolsanglar, mana endi Plik, dastavka hammasi bor. tozalatib ham beradi. Inshaalloh, hammasi ichida. Oka gap. Xayrli aka, kelasizlar. Shef o'za mana. Oka, charchamang, sog' bo'ling, savdongizni bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum akalar. Sudak balig'i olaman deganlar, kattasini olaman degan aka-ukalarimiz. Necha kilolik aka bular? 5 kilodan 3 kilo. 3 kilo, 3 kilogacha narxi qanaqa bo'lyapti? 70 ming, 65 ming, 55 ming. 55 mingdan 70 minggacha ko'tarilib boraveradi, razmeriga qarab, kilosiga qarab akalar. Baliqlar svejiy. To'g'rimi aka? Eng shirin baliqlardan bittasi shu, to'g'rimi? Bundan tashqari sazan baliqlari bor, Kaspiy dengizidan keltirilgan. To'g'rimi aka? Necha kilolik bular?
3 kilodan 6 kilogacha. 3 kilodan 6 kilogacha Kaspiy dengizidan keltirilgan svej sazan baliqlarimiz. Narxlar qanaqa bo'lyapti aka? 55 ming. 55 ming so'm ko'tara savdo. Optimdan aytishyapti, xudo xolasa. Kelsanglar siz kim aka? O'shanaqa ham do'konlar bor. Do'konga kelsanglar o'shanaqa o'zlari, akamiz o'zlari eng xizmati 24 soat. Kelasizlar, uchiringlar, xohlaganlarga tavsiyalar, xohlaganlarga sazan, suvda hamma baliqdan bor aka. Xudo xolasa 24 soat 7 kun ishlaydi. Baliq bozor har kuni ishlaydi qiziqqanlar uchun. Har kun so'rash shart emas-da, baliq bozor ishlaydimi yo'qmi? Har kun ishlaydi, ertalab necha boshlanadi aka? Habitdan keyin 1-2 dan. 1-2 dan soat 8-9 gacha bo'ladi. Kechqurun 8 Eng optim beradigan odam shu odam. Kelasizlar, o'shalarga men keldim, siz optim chekansiz deb yopishaveringlar akaga. Chiroyli narx qilib berishadi. Albatta qilib beramiz. Aka charchamang, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamang. Assalomu alaykum. Nargiz aka yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Opamiz o'zlari el xizmatida 24 soat 7 kun. Xudo xolasa yangi partiya. Yangi palto olibdilar opamiz, baliq sotib. Buyursanglar. Bo'ldi, bo'ldi. Yana o'tamiz hozir. Baliq temasi bo'lgan tasavvur balig'i necha kilolik bu opajonim? 1 kilo. 1 kilolik tasavvur bor. Sveji bugun keltirilgan. Razmeri qancha? 20 sotildi, keyin 19 berildi, oxiri mana 18 berildi. Oxiri qoldi, xudo xolasa 18 mingni ko'tara savdo. Ko'tara savdo Bu berildi. xudo xolasa optimdan birinchi qo'l. O'zlarini rib qo'lalaqalari bor, suv baliq boqadigan. Qo'rg'onchida shunaqa joylari bor. Sazan balig'i, tasavvur balig'i hamma baliqdan bor. Birinchi qo'l. Nargiz aka men keldim, seli bo'ldi. Telefon raqamingizni o'tamiz, aytib o'tay. 99lik 807 32 84. Nargiz aka aloqa chiqib, baliqni savdo qilamiz, xudo xolasa. Charchamang, sog' bo'ling, savdongizni bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamang opajonim.